chiroyli Malibu diska kelibdi, faqat yarimi yo'q. Xudo xolisa buni mana yoqda yozilgan ekan, mana original diska. Shunaqa diskaga mabodo olsalaring, hamiga tushsalaring, shu yarimi xafa bo'lib tashlab ketish ehtimoli bor ekan, do'stlar, ehtiyot bo'lamiz. Xo'p. Ozgina valnasi bor edi. Cho'tki to'g'riladi. O'ziga keldi, xudo xolisa. Bitta mana yoqda maydagina mayishgan joyi bor, buni oxirida ulab olaylik, xudo xolisa to'g'rilab olamiz. Xo'p. Narigi diskadan bu diskaga o'tkazamiz. 7,5 dyum. Hammaga sog'lik, kuzatishda davom etamiz. Iloji bo'lsa ozgina jarayondan ham qo'yib boraman. Malibu diskani remonti davom etyapti. Bizga 7,5 dyum kerak edi, shuning uchun men bu yoqqa quloqchalar qo'yib olib, razmer qilishga to'g'ri keldi. Xo'p, mana bu yoqdan o'lchaymiz, mana bu. Bu yoqqa mana 7,5 dyum 19.05 bilan 19.05 bor. Xudo xolisa mana aka. Aylanishini ko'ramiz, tashqi qism, ichkari qism. Kuzatishda davom etamiz, xudo xolisa. Qolganlari обязательно bo'ladi. Xo'p, diskani bu yoqni so'rka qilib oldim, polnosti. Endi mana bu tomonini mana aka. Polni qozib olib, endi bu yoqni polni qo'yamiz. Aziz do'stlar, kuzatishda davom etamiz, xudo xolisa qiziq bo'ladi. Malibu diskasi bo'ldi. Mana aka, svarkalar polni chotki bo'ldi, tekislandi. Aynasi tashqi tomon, o'rta qism, ichki tomon. Va nihoyat bo'ldi. Xo'p. Mana bu petnacha ham, bu yoq ham bo'ldi, tekislandi. Aziz do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolisa shunday qilib chiroyli qilib ishlarni qilib beraman. Buni hozir yedirib, tozalab qo'yamiz. Hammaga rahmat, e'tibor uchun. Sog'lik, salomatlik yo'llarida ehtiyot bo'lishni unutmanglar.